Bugun yana bir tadbir o'tkazilgan uchrashuv, ya'ni mijozlar va tadbirkorlar bo'yicha. Men Agrobank Bahmat filiali boshqaruvchi o'rinbosari Asal Jahongirman. Kimda nima masala bo'lsa, nima savol bo'lsa, voiz qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa yordam berib, tezda fikrlaringizni va masalalarni hal qilishga urinamiz. Marhamat, kimda nima masala bor? Sog'lom. Assalomu alaykum. Turmush o'rtog'im manzilasiga 100 million kredit olish aniq bo'ldi. Birinchisiga firma ochganmiz, yangi firma. Shunga kredit olishga yordam berishingizni aniq aytamiz. Qaysi mahalladansiz? Bag'rosda. Bag'ros mahallasidan. Demak, firma turmush o'rtog'ingiz nomiga firma ochgansizlar. O'sha firmaga kredit so'rayapsiz. Shunaqa. Xo'p, shartlari sizga 100 million so'mgacha sug'urta bilan 100 milliondan ziyod gap asosida kredit beramiz. Foiz stavkamiz 20%. Xabaringiz bo'lsa, ya'ni ma'lum sifatida aytib qo'yaman, 20% dan beramiz. Chorvachilik qilish uchun sharoitlaringiz bormi? Bor. Molxona, hashak, hammasi bor. Shug'ullanasiz, qanday masala bo'lmaydi? Shu chorvachilikni rivojlantirib, Tushunarli. Demak, siz hujjatlarni hammasini taqdim qilasiz bizga. Taqdim qilgansiz, shu bank ish kunida sizga qulog'ingizga kredit chiqarib beramiz. Bu bo'yicha hech qanday masala bo'lmaydi. rahmat. Hali salomat bo'ling. Yana kimda? Men o'zimning nomimga shu kredit olmoqchi edim. Siz familiyangiz? Ismim Nuriyeva Husnibor. Qaysi mahalladansiz? Muzbuloq. Muzbuloq mahallasi. Nima maqsadda kredit olasiz? Qishloqda yashaymiz. Nima maqsadda? Chorvachilik yo'lga qo'yish maqsadida. Chorvachilikka. Necha pul olmoqchisiz? 50 million. 50 million. Kapilingiz bormi? Bor. Kapil olib kelgansiz. Foiz stavkalarini 25% muddatga 5 yilga pul beramiz. Kreditlaringizni 2 yil yozamiz. Xabaringiz bor, kapilingiz bor. Demak, siz o'sha bankning, mahalla bankingiz xulosasi, tavsiyanomasi, o'zingiz bank deganingiz to'g'risida ma'lumotnoma, pasportingiz va kapil hujjatlarini taqdim qilasiz. Xudo xohlasa tez kunlarda chiqarib beramiz. Rahmat sizga. Hurmatli yo'l qatnashchilari, bugungi masalalar bo'yicha hammaga rahmat aytamiz. Xudo xohlasa sizlar murojaatlaringizni tez kunlarda hal qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'linglar.